Hech qachon boshqalarning hayotini orzu qilmang. Siz faqat ularning yorqin lahzalarini ko'rasiz. Ammo ortidagi og'riqlarni, kechalari to'kilgan ko'z yoshlarini, yurak og'riqlarini bilmaysiz. Siz baxt deb o'ylagan narsa, ehtimol ular uchun og'ir imtihondir. Siz shuhrat deb orzu qilgan narsa esa, ehtimol tinchimas, beqaror hayotdir. Siz boylik deb havas qilgan narsa, ehtimol ruhiy og'irlik va hech qachon so'nmaydigan qo'rquvdir. Siz rohat deb o'ylagan narsa, ehtimol yashirin xavf va jiddiy sinovlardir. Yaratgan siz uchun alohida hayot tayyorlagan. Bu hayot sizning ruhingiz uchun, sizning orzuyingiz uchun, sizning baxtingiz uchun mos qilingan. Boshqalarning yo'li sizniki emas. Siz o'z yo'lingizni bosib o'tish uchun yaratilgansiz. O'z qismatingizni qadrlang. Shukr qiling har bir nafas uchun, har bir oladigan imkoniyat uchun. Ishoning, sizga berilgan hayot sizning eng katta ne'matingizdir. Hech kim sizning o'rningizda sizdek baxtli bo'la olmaydi. Hech kim sizning orzuyingizni sizning qalbingizdek his qila olmaydi. Siz o'zingiz bo'lganingiz uchun siz ulug'siz. O'z hayotingizni seving, chunki sizning baxtingiz siz orzu qilgan emas, sizga berilgan hayot ichida yashiringan.